Bitta hujjat topshirganda 50 tadan ko'p Turkiya davlat universitetlariga imtihonlarsiz va sertifikatlarsiz kira olishinglarni bilarmidinglar? Turkiyada 120 tadan ko'p davlat universiteti bo'lsa, shularni kamida 100 tasiga maktab attestati bilan hujjat topshirib qabul olsanglar bo'ladi. Videoning oxirida qanaqa qilib va qanaqa hujjatlar bilan Turkiya davlat universitetlaridan qabul qog'ozi olishinglarni o'rgataman. Bugungacha 300 tadan ko'p o'quvchiga Turkiya davlat universitetiga kirish uchun yordamchi bo'ldim. Har bir yordam bergan o'quvchim imtihonlarsiz va sertifikatlarsiz 3 ta Turkiya davlat universitetidan qabul qog'ozi oldi. Asl maqsadlarimdan bir qanchasi bu. Men sababchi bo'lib, Turkiyada ta'lim olayotgan o'quvchilarning maqsadlariga erishishligini osonlashtirish, ta'lim hayotligi davrida qo'limdan kelganicha yordam berish va O'zbekiston kelajagi uchun maqsadlari yuksak bo'lgan muvaffaqiyatli bitiruvchilar yaratish. Hozirgi kunda bir qancha o'quvchilarim universitetligini bitirib, diplomligini olib, otel, laboratoriya, kasalxona va turk kompaniyalarida ishlashmoqda. Eslatib o'taman, hamma narsa sizlarning harakatingizga va rizq nasibingizga bog'liq. Turkiya davlat universitetlaridan qabul olishinglar uchun sizlarga pasport yoki attestat va baholash varaqasi kerak bo'ladi. Bularni turkcha tarjimasi bilan davlat o'qishlariga ariza berasizlar va qabul olasizlar. Sizlarga yordam va ma'lumot kerak bo'lsa, izohga maqsad deb yozib qoldiring yoki YouTube kanalimga a'zo bo'ling, chunki u yerda hech qanaqa imtihonlarsiz va sertifikatlarsiz qanaqa qilib Turkiya davlat universitetlariga kirishinglar haqida darslik joylaganman. Va shuni ham aytib o'tishim kerakki, shaxsan meni yordamim bilan Turkiya davlat universitetlariga kirmoqchi bo'lsangiz, sizlarga xizmat paketimiz to'g'ri keladigan bo'lsa, yordam berishga tayyormiz.